Bu Rahimjon. Kutib olamiz ularni. Ana o cüldürvaqanga ayt, hadib hangrayvermasin. O bo'ladi taqsirim. Hozir o'chiramiz-da. Ey yalanlayoq, o'chir uningni. Juda g'alati bola ekan. Qulog'i tom bitganga o'xshaydi taqsir. Dadaxon. Ovozini o'chir, navbat boqma. Hop bo'ladi taqsir. Ey, padan la'nati, o'chir ovozingni. Assalomu alaykum muhtaram Yodgorbek. Xo'jayinni kayfiyatlarini chaqlaman deb mashhur Nodira begimni qo'shiqlardan aytdim. U kishiga yoqmadi. O'q bilan qo'shiqni o'ldirib bo'lar ekanmi, bek? O'zing kimsan, novbakor? Bu kishi usta qalandar. Yaxshi emas, janob Yodgorbek. Makka-i Mukarramaga yayov borgan mo'tabar zotsiz-a. Uyat axir. Sizni kechadan beri kutib o'tiribman. So'ramoqchi edim kim nobakor ekanligini. Jiyaningiz bo'lmish Xo'qand xonimi yo menmi? Xalqni kim talayapti? Xon talayapti. Amaksi talayapti. Siz bo'lsangiz meni nobakor deysiz. Insofdan emas bu menimcha, Alabey. O'z oyog'ing bilan kelibsan, barakalla. O'zim dorga osaman seni saroy maydonida. Soqchilar, hibsga olinglar. Ko'zingizni kattaroq oching, muhtaram bek. Haloyiq, mana bu dev qomat pahlavonni yaxshilab ko'rib olinglar. Bu kishining ismlari Yodgorbekdir. Shavkatli jangu jadaldan zafar bilan qaytib kelmoqdalar. Bundan 2 kun muqaddam bu dovyurak sarkarda Chorsu qishlog'ida beqiyos mardlik ko'rsatib, sigirlar podasini mahv etdi. Va himoyasiz faqirlarning uylariga o't qo'yib yubordi. Men ham bekni ta'rifini qilmoqchiman. Bugun Yalang'och qishlog'ida bu muzaffar sarkarda suruv qo'ylarni asirga oldi. Tasanno buyuk lashkarboshiga, qari qashqirga, Muhammad Ali xonning suyukli amakisiga hamdu sano o'qinglar. Nega meni mazammat qilasanlar? Undan ko'ra o'ldirib qo'ya qolalaring. Sheng aravadan Xo'qandgacha piyoda borasiz. Rahimjon, hozir sen Chorsu bilan Yalang'ochga qaytasan. Hamma mollarni egasiga qaytarasan. Xo'p bo'ladi usta. Padar qusur yalang oyoqlar. Eson-omon yetib oling, taqsir. Qani Rahimjon? Bekka oq yo'l tilab sevimli qo'shig'ini aytib bor. Nodra ahvolidin ogoh bo'lgan. Insofdan
Ko'ksar hukmdorimiz Shavkatli Mang'itlar sulolasining shoyon buzruk vakili, islom dinining sodiq homiysi, Buxoroi sharifning malikul sultoni Amir A'lo hazratlari. Akobirlar to'plandimi? Basharti hukmdor o'z vazirlari shoshilib chaqirtirsa, odatda urush boshlanibdi deb o'ylashurlar. Yo'q. Bu gal sherxonlik qilgani yig'ildik xolos. Men o'ylaymanki, ushbu g'azal haqida xonisonda fikr aytgaysiz. O sho'rli qalb, g'aming bor bisyor o'rtar seni g'am o'ti chinon. Sirasroring aytmayin oshkor, tutkil qabr toshiday pinhon. Behad bardosh dilimdadir jo, payg'ambarning lafzila menda. Bilar faqat samoda Xudo, tanholigim ro'yi zaminda. Bag'oyat nafis. Yaxshi g'azal shunday emasmi? Lekin bu shoir qanday tuhfaga loyiq ekan? Maslahatingizga muhtojman, janoblar. Bu noyob g'azal muallifi saroy shoiri bo'lishga musharrafdir. U o'z iste'dodi bilan amirni shavkatini ko'klarga ko'targay. Bu javohirni ham amirimning o'zlari birinchi bo'lib ko'rishga musharraf bo'libdilar. Juda Ajoyib. Bu oftob tuhfasi g'oyat nodir salohiyat. Buning oldida o'zga shoirlar misoli hokipoydir. Shunaqa fikrdamisizlar? Azbaroy Xudo. She'riyatni juda ulkan nafosat birla qadrlay olarkansiz. Endi o'sha nodir salohiyatning meni to'g'rimda va siz haqqingizda yozgan g'azalini tinglang. Amir taxti tirgagin vizarolarin ko'rdimiz u ta'rif etdik birma-bir. Ilon tug'mish birin, chayon fuzalolarin. Uchinchisi qonxo'r bo'ri dilikir. Nasli birin yana makkor tulkidan, beshinchisi naqs kasofat mulkidan. Xo'sh, endi nima deysizlar? Ulug' vazirlar. Nega indamaysizlar? Gapiring, Rustambek. Qulog'im sizda. Nazarimda A'lo hazrat g'azal g'oyat gustaxona yozilgan. Uning muallifi sizga ayonmi? Iste'dodli shoira Nodira begim, Xo'qandli. Iste'dodli shoir hukmdorlarga hamdu sano o'qishi, din islomni ulug'lashi darkor. She'riyatni men shunday tushunurman. Padari buzrukvorim lashkarboshlik iste'dodingizni yuksak qadrlardilar. Yolg'iz shu tufayli men jamiki ayblaringizni kechirib kelyapman. Tushunarlidir, ha? Lekin sabr kosam to'ldi. Unutmang buni. Endi bu zaharli ilonning avom xalqqa qilgan da'vatini tinglang. Hajr o'tin men xatga solsam, bo'lg'usi har satri qon. Nuqta qo'ydim ko'z yoshimdan bo'ldi nam, pand yemoqdan tor jahon. Aziz xalqim, sendir pahlavon, bu hayot so'qmog'ida pardadir beklari Qur'on, yanch adolat to'qmog'ida. Ko'zingizni oching, janoblar. Bizga zarur dostonlarni siz g'animlarimizning zaharli satrlardan farq qila olmay qopsiz. G'animlarimiz u yoqda, Oqonda. Kim bor? Nodira begim.
Nodira begim! Menga xonning onasi kerak. Nodira begim qanilar? Nodira menman. Darig' tutmang shafqatingizni. Nobud bo'ladi-ku sho'rlik. Ayting qizim, nega uni zindonband qildilar? O'rningizdan turing. Tinchlaning. Nima gap o'zi? Kimsiz? Cholboyaqish 90 ga kirgan. Qulog'i og'ir bir bedavo bo'lsa, ahvoli nima kechadi? Ayting, axir kimsiz? Usta Qalandarni onasi bo'laman. O'g'lingiz Usta Qalandar Xo'qandxoni bo'lmish o'g'limga tahdid qilyapti. Qanday shafqat qilishim mumkin sizga? O'g'lim uchun yolborayotganim yo'q. Uning qozisi Xudoning o'zi. Cholim zindonda yotibdi o'g'lim tufayli. Qachondan buyon Xo'qand boyonlari chollardan qo'rqadigan bo'lishgan. Agar cholingizni himoyatimga olmasam-chi? Unda sizga aytadigan gapim shu. Siz Nodira begim emassiz. Bu zamonni ilohim yer yutib ketsin. Shunchalik g'ururni qaydan oldi bu zaifa ayol? Parvardigor uning qozisi. Shunday dedi shekilli. Unda kim meni o'g'limni qozisi? Bu zamonni ilohim yer yutib ketsin. Bu zamonni ilohim yer yutib ketsin. Zahardek talx mutlaqo. Yer yutsin bu shum zamonni. Zahardek talx mutlaqo. Dehqon sochsa qayga donni, unmag'ay hech bir vaqo. Bizning zamon elga balo, shunga oshar fig'onim. Poklamoqqa dengiz, yel yo yashin bo'l der tug'yonim. Aynan shu avloq yerda uchrashmoqchi bo'lganimdan taajjub qilmadingizmi? Aslo Nodira begim. Bilaman. O'g'lingiz meni yomon ko'radi.
Ayg'oqchilari hamma yerda meni payimga tushishgan. Balkim aynigandir siz borishdan Sherali. Unda Xo'qonda qolavering. Bag'oyat savob ishni boshlagansiz begim. Aksariyat qo'llaydi fikringizni. Ona yurt ehtiyoji men uchun ham eng muqaddas burch. Siz Rossiyada xayrlab qolmang aslo. Buxoro amiri hujum qilmoqchi Xo'qonga. Uni zabt etgach, Xivaga, Xorazmga hujum boshlaydi. Bu esa Sherali Maqsum mangu asorat demakdir. Rossiya ila ittifoq tuzishga o'g'lingiz rozi bo'larmikin? Yurtimizni g'animlardan xalos etmoq uchun yagona yo'l Rossiya bilan ittifoq tuzmoqdir. Sizni podshoning Orenburgdagi noibi qabul etgan. Lekin o'zingiz yetkirmoqingiz lozim bu nomani Peterburgga. Men Rossiyadan bizni himoya qilishini so'radim. Agarda gapingizni ruslarga uqtirilsangiz, bizning himoyachimiz borligi haqida Rossiya va Yevropa bilib oladi. Nasrullo ham xushini yig'ib oladi. U juda qo'rqoq, ko'pchilik zolimlarga o'xshash. Ko'nglingizni to'q tuting, Nodira begim. Barcha aytganlaringizni bajo keltirurmen. Xudo yor bo'lsin. Xo'p, xayr. Shu bilan 3-qotilni o'ldirishimiz. Hammasi amirning ayg'oqchilari. Biz bularni payiga tushgan edik, Nodira begim. Kimsiz? Usta Qalandar. Isyonchilar peshvosi? Bo'lmasa nimaga? Nima sababdan meni Xo'qon hukmdorining onasini o'limdan saqlab qoldingiz? Biz uchun xon onasini emas, shoira Nodira begimning umri azizdir. Shu mushkul damlarda vatanga g'animlik qilgandan ko'ra unga madad bersangiz bo'lar edi. Biz vatanga emas, tosh taxtga g'animmiz. Xalq uchun Buxoro amiri ham bir go'r, Xo'qand xoni ham. Xalqimiz uchun odil hukmdor darkor. Unday hukmdorni xalq o'zi saylagay. O'g'lingiz Muhammad Alixon mamlakatni xarob qilmoqda. Mazlum ahli dehqon, ahli kosib Xo'qandni tark etib bizga kelib qo'shilmoqdalar. Ularni bu tog'larga qashshoqlik, adolatsizlik quvib kelmoqda. Meni o'limdan asrab qoldingiz. Oramiz ochiq begim. Otam ozod bo'ldilar.
Mana sen 3 kundan buyon Orunburdasan. Masjid imomi sifatida sen musulmon kishiga ko'mak etishimga tegish uyalma butam. Minnatdorman hazrat. Sizning oq fotihangizni o'zi kifoya menga. Shulay esa senga oq yo'l tilayman afandim. Seni qimmatli vaqtingni olmayman. Zinhor ketmang hazrat. Kulbamga qadam ranjida qilganingizdan shodman. Marhamat. Rahmat. Butam. Orunburda senga Rus podshosining noyabi birla uchrashuvga tegishli deb so'ylashurlar. Oq fotiha beramiz senga bu savobli ishda. Mag'rib ila mashriq ko'pdan beri bir-birlariga qo'l uzatuvlariga tegish. Siz peshqadam kishi ekansiz hazrat. Hozir g'oyat siyrak uchraydi sizdagi odamlar. Ha, to'g'ri so'ylaysan. Nodonlar hali bek ko'p arabizda. Tingla. Sen hozir bir g'azal aytib beram afandim. Mana eshit. Riyo xirsu tama savtudur taronay shayx. Eshitmakim hamma afsun erur fasanay shayx. Ko'ngillar oldu sovuq suhbatidin afsurda. Erurchu bo'ldi xazon ahi oshqonay shayx. Topilsa nodira bir shayx orifi komil. Boshim havasin etay nazri ostonay shayx. Shulay shu. Bu tam bek zo'r she'r erur bu. Shulay. Qayoqdan bilasiz bu g'azalni siz? Nodira begim she'riyatini bek yaratan. Xo'sh. Men endi boram. Ashxarga kerak. Xufton namoziga bo'tam. Men siz bilan noibning qabulida bo'lganimdan keyin yana bir bor uchrashish niyatida erdim. Uchrashamiz albatta. Allah madadkorimiz bo'lsin. Xo'sh, aytish Fatto Najmiddin, Nodiram Rusiyaga maktub yozganni qayoqdan bila qolding? A'lo hazrat. Sherali Maqsum podshoning g'azabiga uchrab Orunburga surgun qilingan ofitserlar bilan uchrashib, ularga Nodiraning topshirig'i haqida hikoya qilib berdi. Hamma yerda uning fitnakor g'azallarini o'qidi. Men Sherali Maqsumning Orunburg gubernatori bilan uchrashishiga imkon bermadim. Men uni o'ldirdim. Sen uni Buxoroy sharifga tirik olib kelmog'ing lozim edi. U ko'p narsadan voqif edi. Uni o'ldirish niyatim yo'q edi. Xudo shohid. Agar Sherali Maqsumni daf qilmaganimda Orunburg noibiga maktubni topshirishim muqarrar edi. U qilmishi yarasha jazosini topgan. Sen darvish bo'luding Hindistonda. Imom edim Orunburgda ulug' amir. Savdogarlik qilganning Xitoyda. Xo'sh, yana kim bo'lganing yo'q Mang'itlar sulolasiga 40 yillik xizmating mobaynida? Hali men Xoqonga badarg'a qilinganim yo'q olam panoh. Xoqonga jo'naysan, u yerda xon sarkarda senga ko'maklashur. Mana bu Nodirani maktubi. Uni Muhammad Alixon o'qish kerak. Xon tentak bo'lsa ham onasining g'addorlik qilganini tushunmay qola olmaydi. Agar aytganlarimni barini bajarsang, Buxoroda ikkinchi lug'zot sen bo'lursen. Ishtiboh qilsang, so'nggi marotaba diydor ko'rishyapmiz deb hisoblayver. Hindiston bo'shating! Qalamlar ozod qiling! Qalamlarni qatl etishlariga yo'l qo'ymaymiz! Islom lashkarlari nobakor
o'g'ri va bosqinchi Qalandar 7 yil muttasil o'z kalla kesarlari birla yurtni talab g'orat qildi. Navkarlarim, hammangizga va yangi sarkardamiz Abduvalixonga ming ofarin. Sizlar isyonkorlarni tormor aylab, fosiq Qalandarni asirga oldingiz. Inshaalloh bu xavfli jinoyatchi shu bugunoq qatl etilg'ay. Qo'qand viloyatining ulug' xoni Saodatli Muhammad Ali xon behad shohona saxovat qildilar. Kamtarin qullarning xizmatini ko'klarga ko'tarib ardoqladilar. Lekin men xonimiz zakovatining ko'lankasiman xolos. Tasanno muzaffar sarkardamiz Muhammad Ali xonga Qo'qand xonlarining shavkatli vorisi, odil hukmdorimiz, pahlavon lashkarboshimizning Alloh hazrat, Qalandarni gumdon qiling zudlik bilan. Avom xalqning avzoyi buzuq. Xavotir olmang taqsir. Avom xalq qasr devoriga yaqin kelsa otinglar deb buyurganman. Pahlavon lashkarboshimizning umrlari uzun bo'lsin. Bosqinchini olib kelinglar. Tinchlaninglar. Nodira begim kelyaptilar. Qalandar o'z qaroqchilari bilan birga ahli tijorat karvonlarini tanadi. Qo'qand xonining mo'tabar ayollari mulkiga tajovuz qildi. Mamlakatimiz ahlining tinchini buzdi. Ana shu fosiq nobakor, iymonsiz bosqinchi xonimizning aziz jonlariga ham qasd Ne boisdan keldingiz bemahalda? Men onaman. Hech kimga yo'l qo'ymayman o'g'limni badnom qilishlariga. Ammo o'zingizni badnom etyapsiz-ku. Men o'g'limni, jigar go'shamni, davlatimizning obro'sini muhofaza qilish uchun o'zimni fido qilishga ham tayyorman. Ayajon, nima deyapsiz? O'g'lim senga firib berishyapti. Ko'zingni och. Avom xalq usta Qalandar tarafida. Uni o'ldirsang, xalq ikki dunyoda ham bizni kechirmaydi. Buyur, qatlni bekor qilishsin. Yo'q, bo'lmaydi. Qatlni bekor qilishing shart. Imzo chekkanman farmonga. Axir mushkul ahvolga solib qo'yapsiz meni. Har nechuk
Xonmi? Ona nomi bilan so'rayman shu xondan. Tomiringda meni qonim oqyapti. Ota-onaga itoatsiz bo'lgan o'g'il yaratgan egamni g'azabiga uchraydi. Shunday deb aytilgan shariatda. Eshitdingiz-a? To'g'ri kelmas ekan shariatga. Ota-onaga itoatsiz bo'lgan yaratgan egamni g'azabiga uchrar ekan. Shunday deb aytilgan shariatda. Menga rahmatli dadam ham shunday vasiyat qilib ketganlar. Qatl bekor qilinadi. Ayajon xursandmisiz? Minnatdorman o'g'lim. Ulug' xon, biz sizning qarindoshlaringiz va yori do'stlaringizmiz. Sizga faqat ezgulik istaymiz. Nodira begim shariatga xilof ish tutayotirlar. Mamlakatga erkak kishi sohiblik qilish kerak. Siz bo'lsangiz onangizni so'zidan chiqmayapsiz. Zero otam rahmatli shunday deb vasiyat qilib edilar menga. Onang mingta aqlli erkakdan ortiq deb edilar. A'lo hazrat, siz endigina 19 ga qadam qo'ydingiz. Binobarin mening og'am rahmatli Umarxon norasida o'g'liga vasiyat qilgan. Nima istaysizlar mendan? Ayol kishini ochiq yuz bilan ko'chaga chiqishi Xudoyi taologa, islom diniga shak keltirish emasmi bu axir? Jumla mo'minning nafrat va g'azabini qo'zg'ayapti onangizni bu qilmishi xon hazratlari. Islom dinimiz yaratilgandan buyon ayol qavmidan biron marotaba xon bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. Xo'qand xoni bitta. Meni o'g'lim Muhammad Alixon. Bo'lmasa ne sababdan qamoqdan bo'shatib yubordingiz bosqinchilarni? Bizni o'z g'azallaringizda badnom qilib oyoq osti qildingiz. Chor atrofda qora xalq nizokash qo'shiqlaringizni kuylamoqda. Ne sababdan o'g'ri qalandarni o'z himoyangizga oldingiz? Davlatimizni diniy negiziga putur yetkazmoqdasiz. Vaqt g'animat esingizni yig'ib oling, Nodira begim. Sizni bu gumrohligingizdan barchamiz qon yig'laymiz hali. Rusiyaga xufiya ravishda elchi yuborishga qanday jur'at etdingiz? Bu yerda yolg'iz bir kishi savol berishi mumkin. Ya'ni Xo'qand xoni Muhammad Alixon. Volidai muhtaramamni behurmat etmog'ingizga yo'l qo'ymayman. Nodira begim davlat ishlariga aralashmasinlar. U iymonsiz ayol. Mo'min musulmonlar buni kechirmaydi. Bas qiling. O'sha
Isyonkorlarni men ozod qildim qamoqdan. Men himoyamga oldim Qalandarni. Rossiyaga ham elchini men yuborganman. Eshitib qo'yinglar. Endi boringlar. Daf bo'linglar. Barchangiz yo'qoling. Soqchilar! Sen bugun chinakam er kishini ishini tutding. Men aya qo'rqaman ulardan. Hammalaridan. Ne boisdan bizni Xo'qandga so'ratgan edingiz? Yoxud maqsadingiz bizni sharmanda etishmidi? Ranjimanglar hukmdorimizdan. Hali juda yosh. Yana u onasining izmida. Boshiga yetadi bu zindaligi. Muhammad Ali xon Anjon lashkarlaridan umidini uzsin. Marg'ilon lashkarlari ham tark etishgay bu notavon xonbachchani. Farg'ona lashkarlari hoziroq chiqib ketishur Xo'qanddan. Shu dushvor kunda Muhammad Ali xonni yolg'iz qoldirmanglar. Amir Nasrulloh Xo'qandni g'orat etgay. Nodirani saroydan ketlating zudlik bilan. Ana shunda fikrimizdan qayturmiz. Yaxshi. So'z beraman sizlarga. Barakallah. Qopladingiz ularni muhtaram lashkarboshi. Amirning muzaffar lashkarlari kelaversin. Xo'qandning darvozalari ochiq. Qarindoshlarimizga aslo ishonmayman, ayajon. Bizni ko'rgani ko'zi yo'q. Va lekin ularning gaplarida jon bor. Ne sababdan siz isyonkorlarni ozod etdingiz? Nechun yo'ltasar Qalandarga homiylik qilyapsiz? Qay niyat bilan yubordingiz Rossiyaga bu nomani? Zero mamlakatimizning qismatidan tashvishda men.
Rossiya bizning yagona umidimiz edi. Endi bo'lsa Xo'qandni kuli ko'kka sovurilg'ay. Gar xalq muhofaza qilmasa. Avom xalqni aytyapsizmi? Ular yomon ko'radi-ku meni. Yolg'iz shu avom xalq davlatimizni g'animdan himoya qilishga qodirdir. Xalqqa rahmdil bo'l. Usta Qalandar meni o'limdan qutqarib qoldi. Sen ham unga lutf ayla. Sening bu himmatingni u albat qadrlagay. Qalandarni ozod et. Yolg'iz shu odam xaloyiqni Xo'qand himoyasiga da'vat eta olar. Imzo chek. To'xtanglar. To'xtanglar. O'tdi umr g'am qasdida, vidolashmoq qo'shiqlarin kuylaydi erk oshqlari. O'tar hijronda ko'p fasl, o'tar yillar, o'tar asr.
yolgina kechirsak bormi? Bu isyonchi Xo'qonni fath etib bo'lmaydigan qal'aga aylantirgan bo'lardi. Nachora, men amirning xohishini bajo etdim. Ayni Mavrudda ketyapsiz. Zero Nodira qalandarning qotilini sog' qo'ymagan bo'lardi. Bu yoqqa bir o'zingiz ketasiz. Mana ulug' amiringizga topshirgaysiz. Sizdek sof niyat do'st topganimdan g'oyat xushnudman. Alvido qadrdon og'am. Buxoroy sharifda ikkinchi ulug' zot bo'lish bittamizga nasib etgay. Buni Buxoroga yetkazursan. Abduvalibek! Lashkarboshi qani? Lashkarboshi Abduvalibek qayerda qoldi? Qani u? Amringizga muntazirman ulug' xon. Ne sababdan qo'shinlar shaharni tark etib ketmoqda? Nima bo'ldi o'zi? Bezovta bo'lmang, a'lo hazrat. Meni navkarlarim toji taxtingizni shoyon fidoyilik bilan muhofaza qilganlar olampanoh. Qarindoshlaringiz qo'shinlarni olib ketayotirlar. Ular iltijoyimni oyoq osti qilishdi. Xonning o'zi shaharni muhofaza qilsin deyishdi. Oliy bosh qo'mondonga itoat etmaslikka qanday jur'at qildilar? Ayb amakingizda. Bag'ar o'sha yoqqa. Yo'q. O'zim qaytaraman ularni. Galvartlar hozir ularni. Kechikding. Qaytarib bo'lmaydi endi. Qani aytchi. Senga amir nima va'da qilib edi? Ushbu xiyonating evaziga. Ayajon. Nimalar deyapsiz? Abduvali bizga sodiq odam, to'g'rimi? Siz yanglishyapsiz. Undan ko'ra meni o'ldiring. O'lim bilan isbotlay begunohligimni Nodira begim. Ana. O'ldirardim ham. Qo'limdan kelsa. Meni sabr kosam to'lib toshdi ulug' xon. Aybimni bo'ynimga qo'ying Nodira begim. O'zim qasd qilganman jonimga. Mana maktubing. Buni sen Buxoro amiriga yuboribsan. Endi nima bach qilasan? Dasxat meniki emas, a'lo hazrat. Sizni dasxatingiz Abduvalibek. Usta qalandar o'ldirildi buyrug'ingiz bilan. Ayg'oqchi Fattoh Najmiddinni ham siz o'ldirdingiz. Sen qayoqdan bila qolding bularni? Nodira begimning topshirig'ini bajargan edim. Hammasi yolg'on. Yolg'on. Tuhmat qilishyapti menga. Men jonimni fido qilib siz uchun jang qilganman, ulug' xon. Va lekin endi sarkardalikdan voz kechaman. Nima qilib qo'ydingiz, aya? Nima qilib qo'ydingiz? Tuhmat qilgan bo'lsang kallang ketadi. Abduvalibek! To'xtang! Ketmang, Abduvalibek! Abduvali!
Qayoqdasiz? Men bunga ishonmayman. Ishonmayman. Amaki! Amaki! Yodgor beni ko'rmadingmi? Amaki! Yodgorbek! Navkarlar, men Muhammad Ali Xonman. To'xtanglar. Ketmanglar. Qayoqqa? Xiyonatkorlar! Yodgorbek! Yodgorbek qayerda? Amaki, ketmang, ketmang Qo'qondan. Men so'rayapman. Amakimsiz axir, otamni tug'ishgan inisisiz. Tark etmang Qo'qonni. O'tinaman. O'tinasan. Fursat o'tdi, xon. Izimizdan qaytmaymiz aslo. Qoch yo'ldan. Bor, volidayni etagidan ushlab ol. Qilmishingni oqibatini keyin ko'rasan, bebanday g'ofil. Kim meni boshlab bora oladi isyonkorlar huzuriga? Qalandarning onasi o'toqdagi hamma xufiy so'qmoqlarni biladi Nodira begim. Kelinglar. Marhaba. Bu yoqqa. Ehtiyot bo'ling. Assalomu alaykum. Qadamlariga hasanot. Kelibsiz. Gapiring, Nodira begim. Assalomu alaykum. Iltimosim shuki, vaqtincha bo'lsa-da barham beringlar barcha ranju alamga. Amir yurtimizga tajovuz qilmoqchi. Himoya qilinglar Xo'qandni. Butun umidim sizlardan. Bizga bir qarang, Nodira begim. Kimga o'xshaymiz? Jangchilarga o'xshaymizmi? Biz bu tog'larga xon zulmidan bezib qochib kelganmiz. Sarbozimiz usta qalandarni tutib o'ldirishdi. Yana ko'pgina yigitlarimiz nobud bo'lishdi. Biz kamchiligimiz, qurol yarog'larimiz ham yo'q. Boz ustiga qariyalar, go'daklar, va lekin iymonimiz komilki, barcha erk talab odamlar bizga kelib qo'shilurlar. Shunda yurtimizni muhofaza qila olamiz. Hozircha amir lashkarlarining yo'lini to'sishga biz qodir emasmiz. Biz birga qoling, Nodira begim. Zero amir sizga ham shafqat qilmagay. Biz uchun esa siz eng mo'tabar insonsiz. Sizning g'azallaringiz hamisha bizning umid qo'shiqlarimiz bo'lib keldi.
Ulug' amir, biz 9 kundan buyon safardamiz. Xo'qon poyingizda bugunmas erta qo'shinlaringiz shaharga kirgay. Olampanoh sizdan so'raydigan bir iltimosim bor edi. Gapiring Rustambek To'xsabo. Kamina sodiq qulingizman. Barcha jang jadallarda siz a'lo hazratimga qalqon bo'lib muhofaza qilib keldim. Padari buzurgvoringiz sizga askariy mahoratdan saboq berishni menga buyurib berdilar. Umrimda sizdan birinchi bor iltimos qilyapman. Gapni sirasini aytavering. Nima istaysiz, To'xsabo? A'lo hazrat, yolboraman, iltimosimni rad etmang. Nodira begimga shafqat aylasangiz. Buyuk shoira, zamonamizning ulug' shoirasi. O'qi. امید است که صبح امید ما برسد، نهایت شب زندانی بلا برسد. چو شمعی در شب غم روشنم کند از غیب، رود سیاهی و پروانه ضیا برسد. اسیری خلقی گوسوی اوست مکنونه، و صوبی عالمی جمعیت از کجا برسد؟ Qayoqdan kutyapti Nodirangiz o'sha saodatni? Ayting, Rustambek. Rusiyadan. Zimiston elchisi deb esa meni aytyapti. Xoqonni kul qilurman. O'shal razolatkash Nodira begimingni odamlar xotirasidan ham daf qilurman. Lekin bashariyat aslo kechirmagay bu qilmishingizni. Garchi asrlar o'tsa hamki oradan. Yo'q, sen meni kechirmagaysan qilmishim uchun. Seni jallod etib tayinlayman Nodiraga. Sen o'z qo'ling birla qatl etgaysan uni Xoqonda. Hech vaqt jallod bo'lmayman. Qo'limdan kelmaydi qotillik. Olampanoh, men qurollanganman. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sen tepasida eding. Nega o'ldirishdi sarkardamizni? Allaqanday xotinni o'limdan asrab qolishni so'raganda Xo'qonli bo'lsa kerak. Qarindoshi ekan-da. Yo'q. Shoir ekan. Ismi Nodira begim. Xudo rahmat qilgur. İnsofli, tavfiqli kishi edi.
amir, Xo'qand din va tijorat ahlining boshlari falakka yetdi. Zorimizga e'tibor aylabsiz qulluq. Biz siz olam panohni timsolida islom dinining sodiq homiysini ko'rib turibmiz. Yodgorbek, Buxorodagi sobiq elchi. Balki umidvordir sen Xo'qon taxtiga o'tirishdan. Siz olam panohga ne matlub bo'lsa shu. Menga hojati yo'q Xo'qonni. Men faqat jafokashilingizni diniy islom g'animlaridan xalos etgani keldim. Agar topib bersang Nodirani, o'ylab ko'rur men seni taxtga o'tkazishni. U besharm ayol. O'zi bosh egib kelur huzuringizga ulug' amir. Agar menga ijozat bersangiz, inon ixtiyor o'zingda. O'z bilganingcha ish ko'raver. Lekin menga uni tirik topib kel. Albatta tirik bo'lishi shart. Ulug' amir, Xo'qand xoni Muhammad Alixon poyingizda. Ne usul birla qatl eturga buyurursiz? Yo'q. Yo'q. Meni qatl etmoqqa haddingiz sig'maydi. Mag'lub etingiz lek jangda emas. Meni qabihona sotdilar. Ana u. Hammalari xoinlik qildilar menga. Afet xon, urushda vaj ketmaydi. Men Xo'qonni tark etdim. O'z fuqaronga o'zing sarbon bo'lib qolishing mumkin. Faqat ayt, qayga bekitgansan volidangni? O'zim ham bilishni istardim, ayamni qaydaligini. So'zing yolg'on. Haq gapni aytyapman. Nachora, joningni saqlab qolmoqchi edim. Boshdandan judo qilinsin. Ulug' amir. Menga rahim qiling. O'ldirmang meni. Haq gapni aytdim. Azbaroyi Xudo. Qaydaliklarini bilmayman. O'ldirmang meni. Qaydalikdan bexabarman-ku. Hech qanday aybim yo'q. Ayam quloq solmadi menga. Ogohlantirgan gapirgan edim unga. Axir ne boshdan ayamning jadiga men o'lishim darkor ekan. Amir. Tezroq yo'q qiling uni. O'ldirmang. Barcha qilmishlari uchun o'zi javob bersin. O'ldirmang. Yolvorim qo'yman. Hech kimga shafqat qilishmayapti. Amir navkarlari shahri Xo'qonni g'ovradaylab o't qo'yaptilar. Xon xoin va qo'rqoq ekan. Nodira begim shu yerdalar.
O'g'lingiz Muhammad Alixon badnom etdi sizni. Sizni farzandingiz bo'lishga loyiq emas. U sizdan voz kechdi. Amir oldida. Bunday shum xabar aytganimdan gung bo'lganim yaxshi edi. Xaloyiq! Amir 500 nafar kishini zindonga tashladi. Amir juma kunigacha Nodira begim Xoqandga qaytib borsalar, hibsga olinganlarni ozod qilarmish. U shunday deb and ichdi. Lekin siz Nodira begim, ishonmang. Xoqandga bormang. Labz yo'q Amirda. Men zo'rg'a yetib borar ekanman. Hozir jo'nasam Xoqanga. Qoch yo'ldan. Ulug' amir, Nodira hanuz ko'nmayapti. Yolvorib ham koyib ham ko'rdim uni. Va lekin jonimni asrab qolganlaringda ham o'z e'tiqodimdan qaytmayman deb aytdi. Yaxshi. U hali o'zi rozi bo'ladi o'limiga. Ammo avval uni o'z ko'z oldida o'lishga majbur etgum. Qani ko'raylik o'sha sog'ib jamolar. Shafqat qolaylik. Tezroq o'sha hurunli qoni. Tezroq yuraylik. Oydan kiram o'zi, kuniga uyimda ham bor. Qulluq azamatlar. از برای شفا Xuddi guldek a. Ulug' amir baringizga tuhfa etdilar. Bu ayolni maishat qilinglar. Istaganingizcha. Akbar qaroqchi. Qani bir hunaringni ko'rsat. Libosini yech uni. Qani bir nigoh tashla jonidan. Isming nima? Nodira. Nodira? Nodira begim? Shoira. Voy ablah. Bu kasofat shunday mukarrama ayolni xo'rlatmoqchi ekan bizga. Sarkardamiz bu ayolni himoya qilaman deb jon fido qilib edi.
Bu badkirtor bo'lsa bechorani badnom qilmoqchi. Sof senga. Hezalak. Nahotki orangizda birorta mard yigit topilmasa, har kimga ham nasib bo'lavermaydi. Yalang'och shoirani ko'rish. Qani? Yo'qmi azamat? Unda o'zim yechintiraman uni. Tort qo'lingni. Nima? Bilasizlarmi men o'zi kimman? Bilamiz. Razil hayvon. Tuyog'ingni shiqillat. Vaqt g'animatda. Naf bo'l. Baraka topinglar. Zot muhabbatdan yoxud nafratdan ko'r bo'lmag'ay. Balki jon saqlash maqsadida o'zini ko'r qilib ko'rsatgani uchun so'qirga aylanur. Istaging Buxoroda ikkinchi ulug' zot bo'lmoq degin. Yaxshi, o'ylab ko'raman. Assalomu alaykum, Nodira begim. Sizni zindonband qilganlarni qattiq jazoga mustahq etdim. Siz ozodsiz, Nodira begim. Barcha garovga qamalganlar uylariga qaytib ketishdi. So'zimni ustidan chiqdim. Sizni nohaq ayblashibdi menga. Qo'qonga yurish boshlab behad nomaqbul ish tutibman. Menga sizni yomonlagan Abduvali. U sizdek ayolni badnom etmoqchi edi. O'zi ilindi bu makkorlik domiga Nodira begim. Soqchilar! Tiz cho'k! Tiz cho'k! Muhtarama Nodira begimga. Barcha musibatlarimizni sababchisi mana shu. O'g'lingiz bilan nabirangizni qatl ettirgan ham shu badkor.
Bunga qanday jazo lozim? O'zingiz farmon bering. Oramizga nizo solib adovat uyg'otgan mana shu la'nati edi. Olib keting. Qo'qonni sizga tortiq etdim. Mamlakatingiz tarixida ilk bor ayol hokimi siz bo'lg'aysiz. Sizni avlodlarimiz hurmati omon saqlamog'im lozim. Faqat so'z bering menga. Gumrohona g'azallaringizdan voz kechasiz. Meni, davlatimizni, dinimizni mat etguvchi g'azal yozib, uni saroy maydonida jamoaga o'qib berasiz. Xo'sh, nima deysiz? Javobingizga muntazirman, Nodira begim. Qani endi gapiring. Yaxshi. Roziman. O jamoa, ushbu saroy sahniga amiringiz sha'niga she'r eshitmoq uchun jam bo'libsiz. Mayli, otash kalomim tinglang. O'z g'azalim otkim go'yo tig'i farrondek amiringiz ruxsoriga. Toki mening xunrav qalbim iqbolu nigun mazlum xalqim faryodiga borib qo'shilib, jo'r bo'lsin u da'vat etsin uni baxt sari. Ming afsuski elchim, o'shal ma'rifatparvar rus tuprog'in sarhadiga mening nomamni ulgurmadi yetkazishga. Gar ro'yobga chiqqandami ezgu niyatlar farog'atda yashar edik. Avom xalqim abadul abad, g'azallarim kuylab shodon. Ana unda meni emas, benomuslarni qatl etishardi kundada. Aziz xalq, yurak boramsan.
qizingman seni. Qismat ekan. Men dunyoda tanho yashadim.